Assalomu alaykum qadrli til ixlosmandlari va ingliz tilini endi boshlaganlar. Mana biz navbatdagi darsimizni, ya'ni 4-darsimizni boshladik. Bugungi darsimizdan e'tiboran biz o'sha zamonlarni o'tishni boshlaymiz. Hop, birinchi zamonimizning ko'radigan bo'lsak, bu present simple tense, ya'ni oddiy hozirgi zamonni tasdiq shaklini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Hop, o'zi oddiy hozirgi zamon nima? Bu fe'limiz eng muhim asosiy zamonlar hisoblanadi. Bu zamon ya'ni odatiy kundalik yumushlarda ishlatiladigan gaplar tuzishda, ya'ni o'sha doimiy bo'ladigan ish harakatlarni ifodalovchi zamon hisoblanadi. Buni o'sha formulasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu yerda o'sha bu asosiy zamonimiz ikkita narsadan tuziladi, ya'ni ega va fe'ldan. Bizga asosiy shu ikki narsa kerak xolos. Ega va fe'l. Zamon o'sha formulasini ko'rib turib, o'rniga qo'yib turib, foydalanishga oson bo'ladi. Shuncha yozib qo'ydik. Bu yerda kelishga olmoshlarimiz, o'sha kelishga olmoshlarimizni qo'llanilishi. Ya'ni biz aytdik, o'sha ega va fe'ldan asosiy shakli tuziladi dedik. Hop, birinchi shaxs birlikdagi I'ga o'sha do misol qilib oladigan bo'lsak, fe'l shaklini do oddiygina shu fe'lning o'zi qo'yiladi, hech qanday qo'shimchasiz. Endi qolgan uchinchi shaxs ko'plik shaklimiz ham shunday yoziladi. Faqatgina bitta farqi bor. Uchinchi shaxs birlikdagi qo'shimchalarni kishilik olmoshlarimizga es, s va s qo'shimchalari qo'shib gap tuziladi. Ya'ni endi es va s qo'shimchalari nima deb bir yerda ko'rib chiqadigan bo'lsak, hop, mana bu yerda o'sha sizlarga oson bo'lish uchun qoidalar qilib yozdik. Iloji bo'lsa to'xtatib, konspekt qilib yozishni unutmanglar. Hop, biz gap tuzayotgan paytimizda o'sha fe'llarga oxirida, ya'ni fe'lni oxiriga double s, ya'ni o'zbekcha ch, sh, x, o qo'shimchalari so'zlar bilan, harflar bilan tugasa, biz bunday fe'llarga s shaklini qo'shamiz. Va yana bitta tomoni bor, bu go va do shakliga ham s qo'shishimiz. Ya'ni biz bundan keyingi darslarimizda o'sha negative question shakllarini ko'rib chiqqanimizda, mana bu yerda o'sha does shakllari ishlatilishi, qo'llanilishlarini yana ham keyinroq shaklda ko'rib chiqamiz. Ya'ni biz shu present simple shaklimizda savol berganimizda javobimiz ham shunday shaklda bo'ladi. Xo'p, bularga misol qilib o'sha he goes, ya'ni he goes, she does, mana shunday shaklda gaplar tuziladi. Keyingi es shakli yasalishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, study va worry, ya'ni xavotirlangan so'ziga, masalan uchun o'sha oxirida tugagan y qo'shimchasi tushib qoladi. Ya'ni tushib qoladi. Bu tushib qolgan o'rniga es shaklimiz qo'shiladi. Ya'ni misollarni ko'radigan bo'lsak, he studies, she worries. Mana shu shaklda gaplar tuziladi. Endi s shaklimiz qanday yasaladigan deydigan bo'lsak, bu shaklimiz boshqa so'zlarda, qolgan barcha fe'llarda, ya'ni plays, works, reads so'zlariga mana shu s shaklimiz qo'yib yasaladi. Endi sizlar bilan bir yerda misollar ko'rib chiqadigan bo'lsak, darak gap shaklini ko'radigan bo'lsak, ya'ni o'sha ega va fe'l shaklida tuzilgan gaplar. I play, men o'ynayman. We play, biz o'ynaymiz. You play, siz o'ynaysiz. They play, ular o'ynaydi. Biz har doim bundan keyingi darslarimizda o'sha zamonlarimiz ham level oshgan sari bu so'z gaplarimizga biz kalit so'zlar qo'shishni boshlaymiz. Ya'ni bu yerda 2 dona kalit so'z berib qo'ydim. Bundan keyingi darslarimizda yana ham ko'proq kalit so'zlar bilan foydalanib sizlarga misollar yozaman. Ya'ni bu yerda kalit so'zlarimiz every day, ya'ni har kuni degan. Every day, har kuni. Every morning, har tong. Every afternoon, every night, every week. Shu tarzda kalit so'zlarimiz o'sha gaplarimizda ishtirok etadi. Bu yerda misollarni ko'radigan bo'lsak, o'sha every day shaklimizga I go to the school every day.
Ya'ni men har kuni maktabga boraman. Ya'ni boraman shakli mana ko'rganingizdek oddiy fe'lni o'zi qo'llanilgan shakl. Ya'ni keyingi shaklimizga gap tuzganmiz. Sanjar drinks coffee every morning. Ya'ni Sanjar har tong kofe ichadi. And drinks o'sha drink ichmoq s qo'shimchasi qo'shilib drinks shaklini yasaydi. Xo'p, davom etadigan bo'lsak, bu yerda o'sha he plays, u o'ynaydi. She plays, u o'ynaydi. Ya'ni u qiz o'ynaydi degan misollarda ketadi. It's play, u narsa buyum misol uchun jonzot misol uchun o'ynaydi, foydalanadi degan narsani bildiradi. Xo'p, bugungi o'sha present simple shaklimiz shulardan iborat edi. Sizlarga tushunarliroq bo'lish uchun shu zamonni biz 3 ga bo'lib tushuntirishga qaror qildik va bundan keyingi darslarimizda, ya'ni keyingi 5-darsimizda o'sha negativ shaklni ko'rib chiqamiz, keyin question shaklini ko'rib chiqib, oxirida uchovsini birgalikda foydalanishni ko'rib chiqamiz. Umid qilaman bu narsa sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting va qanaqadir savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariyada bildirib, tushunmagan joylar bo'lsa, yozsanglar biz iloji boricha sizlarga yana ham tushunarli bo'lishiga harakat qilamiz. Rahmat, sog' bo'ling.